javob kelgandan keyin ukamiz borib patentlarini olib keldilar. Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir ukamizni patentlarini olib berdik. Bu akamiz Tojikistondanlar va farzandlari birinchi marta Rossiyaga kelishi. Farzandlari bilan kelib patentga topshirganlarida farzandlarini patentni olgani borganida patentini berishmagan. Bundan oldingi patenti An-Nuri bo'lgan deb bahona qilib, 1 yil patent ololmaysan deyishgan. Bu kishini farzandlari esa o'zi birinchi marta Rossiyaga kelishi, undan oldin hech qanaqa Rossiyaga kelmagan, ham patentni ham topshirmagan. Va bizni Instagramda ko'rib qolib bizga murojaat qildilar. Biz hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Keling jalba yozib beramiz dedik. Jalba yozdik. Javob kelgandan keyin ukamiz borib patentlarini olib keldilar. Agar sizda ham xuddi shunga o'xshash asossiz yoki qanaqadir yolg'on asoslar bilan patent berilmagan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Buni hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. Yoki o'zingiz jalba yozing yoki bizga murojaat qiling. Biz o'sha patentingizni olib berishga harakat qilamiz. Va oxirgi paytlarga bunga o'xshash asossiz atkazlar juda ko'paygan. Shuning uchun bu ma'lumotni boshqalarga ham tarqatib qo'ying.